Bu yoqqa kel, bu yoqqa kelgin, mana buni ko'rsataylik. Qarang buni. Kapotda shundoq bitta knopka bilan tashqarini o'zidan ochar ekansiz. Ichidagi manmi, yamacha, chuqurcha nimagaligini bilasizmi? To'g'risi men bilmadim. Bu yerga odam o'tirishi yoki hayvonlarni solish mumkin emas deyapti. 690 ta ot kuchi. Bu degani 207 sekundda 100 ga chiqadi. Dahshat apparat. Buni farasini qarang buni. Mana shu diod bo'lib yonar ekan. Mana bu teshik nimaga qoldirilgan deb o'ylaysiz? Bu tormozni qizib ketmasligidan asrab turish uchun bu teshik tormoz tizimini qarang. Brembo brendidan. Ya'ni dop opsiyaligi 2025-yil baloni oddiylarida 19 balon chiqsa, bularda dop opsiyalikda 21 diska balon bo'ladi. Xo'p, 360 kameralar, karbonlarni qarang. Bakovый o'ziga ishlatilgan karbon. 360 kamera, NFC, mana bunaqa qo'lni tiqib ochadigan eshiklar. Bezramnichli oynalar, lidari bor, tompolniy panorama. Oqam bu oddiy oq emas-da, blesklari bor, chiroyli oq ekan. Apelsinga qora kombinatsiya qilingan salon. Xiaomi'ni mashina ham chiqara oladimi? Bular faqat telefon chiqargan deb aytayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Shunaqa premium narsalar qilgan. Bilasizlarmi, mana bu funksiya qaysi mashinada bor? Faqat Mercedes, BMW, aynan premium mashinalarda bor. Mana qarang, plisoskalarigacha qo'yilgan. Hop, bezramnichli oynalar, ikkitali oyna ekan bunda. Koja sifat chiroyli zo'r materialdan ishlangan ekan. Mana bunaqa iplarda tikilgan. Kombinatsiyani haqiqatda uyg'unlashtirib olishgan. Alkantarali qilingan. Apelsin bilan qora kombinatsiya qilib ishlangan. Endi buni ichlari вообще alohida tema-ku o'rtoq. Buni salonlari alohida temada. Xiaomi akustika sistemalarda. Xo'p, tomli polniy alkantara qilingan. Kolonkalar, mana bu quloqning yonida kolonkalarigacha bor. Iloji boricha minimalizmdan foydalanilgan. Ko'rasizlar, ortiqcha knopkalar yo'q. Baland past qiladi. Drive modlari qo'yilgan bu yerga. Karbon bilan alkantara kombinatsiya qilib ishlangan ekan, rullarni ajoyib qilib. Drive modlari bor. Yana bitta narsasi, buni birinchi o'tirgan odam tablosi qani deb so'rashi mumkin. Tabloni shunaqa aqlli joylashtirishganki, ko'rsating. Mana tablo. Katta monitor, pamyat sidenalari bor. Mana atamankalariga qaraysiz. Gap yo'qmi? Oyog'ingiz og'rib ketsa, sekin atamankani ko'tarib olib ketaverasiz. Uzoq yo'llarga yurishga ham zo'r model bu. 2025-yil ishlab chiqarilgan. Yangi mashina absolutni 800 kilometr yurgan. 4 ta baloni ham tortadi. 690 ot kuchi, ya'ni 866 ta zapas xodi. Bitta zaradka bilan 866 kilometr yuradi. Menga o'zimga yoqqan mashinani orqa tomoniga ham o'tamiz endi. Orqa tomoni bir alohida tema-ku. Oldidan ko'p funksiya bor desam ishonasizmi orqada? Ko'rishingiz mumkin. Sidena Abduf, Abagrev 800 kilometr yurgan mashina. Tiniq yangi holatda. Orqada ketgan odam ham xullas komfort his qilib mazza qilib ketar ekan. Mana qarang, oyog'im tegmayapti ham orqaga. Umuman. Xo'p, bu yerda telefonlari bor ekan. Bu telefondan polniy o'zingizga sharoit yaratib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni buni o'zidan boshqarasiz. Havoni ham, konditsionerni ham, xullas o'zingizga kerak bo'lgan hamma narsani shu telefonning o'zidan boshqarib ketasiz. Yana buni zo'r joyi, hali dellarigacha bor ekan-ku. Hali muzdekgina suvlarni qo'yib, ichib ketaverasiz. Uzoq yo'llarga ham charchatmaydigan komfort mashina. Yana men bu narsasini ko'rib hayron bo'ldim, lekin bilmadim nimagaligini. Bu narsa qo'yilgan. Agar kimdir bilsa, kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Bu narsa nima uchun qo'yilgan? Mana, ko'rsatgan. Mana, teshigi bor. Bilmayman. Mana mashetgacha. Shuncha chuqurlikda nimaga qo'yilgan bu? Sizlarga savol. Men bilmadim, lekin nimaga qo'yilganini fikringizni yozib ketinglar. Xo'p, aytdim sizlarga. Bu haqiqiy dangasalarning mashinasi. Hattoki bakki ham qo'lingizni bundoq teg'izasiz. O'zi ochiladi. Yana zaradga qo'yib bo'lganingizdan keyin yana mana buni bitta bosib qo'yasiz, o'zi yopadi. Yana bagajlari alohida tema. Mana qanotlarini qarang. Hamma narsasini o'ziga yarashtirib, sportivniy qilib, chiroyli qilib ishlashgan. Bagaj ochilishini qarang. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mashina absolutniy yangi qarang. Orqalariga menimcha hech kim hech narsa ham solmagan.
holatini qarang. Tiniq bo'lib turishini. Bagaj ham katta. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda chuqurchasi bor. Yana buni ichiga qancha narsa ketadi. Xullas, mashina premium, klass mashina. O'sha qimmat mashinalarda, Mercedes, BMWlarda bor, navorot. Даже ularda yo'q navorot ham bor bu mashinada. Bu mashinani avvalroq ko'rishingiz mumkin edi agar siz Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz. Telegram kanaliga bunaqa mashinalarni, yana boshqa o'zimizning mashinalarni ham, GM'ni ham hammasini kuniga 5 ta, 10 ta ko'proq qo'yib borishga harakat qilamiz. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib oling va bunaqa mashinalarni hammadan birinchi bo'lib siz ko'rasiz. Men sevib qolgan bu jononni narxini sizlarga zo'r narxda qo'yamiz. Bu O'zbekistonda faqat bitta bunaqa komplektatsiya. Ya'ni sariq salon, oq rangi. Bunaqasi do'p opsiyasi faqat sizda bo'ladi. Agar shu avtomobilni sotib olsangiz, narxini $67,000 deb belgiladik. Telefon qilasizlar, pastda raqamni qoldiramiz, bosib yuborasizlar.